Assalomu alaykum qadrli balandtomlashlar, Nabijon Nurmatovlar kanaliga xush kelibsiz. Ya'niki srochni bugun 13-may Nabijon Nurmatovni jaqsa shu video bitta laykni obuna bo'lishni iltimos ayamangizlar, kommentariyani yozib qoldiring. Srochni nash press sotiladi. Kolxozobod ittifoqda 25 samandan 2-o'rim. Xalitsangiz uyingizga olib borib beradi. Mana bir ko'rsatamiz. Polni mana shu bir ko'ringizlar. Mana hammasi press. Yana qashib ko'rsating. Xullas 500 va 700 press bor. Bu yerdan tashqari nari qartada ham bordang. Mana shu hammasi jangga urilgan press. Endi bu 80 ga 40. Tushunaman? 80 ga 40. Juda yaxshi, toza jo'shqa, brendda begona o'ti yo'q. Mana ko'ringizlar. Tembol aligidan suv bor joy. Lalimi emas, suv bor joy. Bugun endi uzr, mikrofon uyda qolib ketibdi. Be mikrofon gapiryapman. Agar shu video ma'qul kelsa, pastdagi nomerlarga agar press kerak bo'lsa, telefon qiling. Yangi turmush, ana ittifoq shu territoriya bo'lsa, yana uzoq joqdan kelib olib ketsangiz ham bo'ladi. Yana telefon orqali batafsil narxlarni kelishib olsangiz bo'ladi. Press chiqar deganingiz, birinchi o'rimlar 17 so'm, 19 so'm, 20 so'm bo'lgan edi. Endi bu ikkinchi o'rim sal narxi qimmat bo'ladi. Yana bir ayna shuni ko'rsatib o'tdim. Shu hammasi press. Ko'ryapsizlarmi? Odoqlar ko'rinmaydi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videoda ko'rishib qolamiz.